Men Ishonqulova Muxlisaman. 1970-yil tug'ilganman. Mana shu grija og'rig'i bilan 2,5 yildan beri og'rinib kelardim. Mana Navo klinikasiga qo'li yengil shifokorlar tashrif buyurishgan ekan. Men 13-chislo kuni shu klinikaga tashrif buyurdim. Apparatlarga tushdim. Meni 15-kuni operatsiya qilishdi. Xudoga shukr, men 3 kunda javob berishdi menga. Hozir 3 yillik og'riqlarimdan men 3 kunda forig' bo'lib ketdim. Buning uchun mana bu Hasanjon ukamga rahmat aytaman, o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Navo klinikasiga, ma'muriyatiga, ishchilariga, xodimlariga, povurlariga, hamshiralarga, hammalariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarga ham tavsiya qilardim. Yillar mobaynida og'rinib, har xil dori-darmonlar, shifokorlarga behuda bormasdan shu Navo klinikasiga murojaat qilishlaringni tavsiya qilaman. Men 3 yillik og'rig'im mana shu 2 kunda forig' bo'ldim. Bularga o'zim minnatdorchiligimni bildirib qolaman.